Uylanmagan yigit ajrashgan qizga uylanishi mumkinmi? Masalan, siz uylangan bo'larmidingiz? Juda ham yaxshi savol. Keling, ajrashgan qizlar ham baxtli bo'lishi haqli, ular ham maza qilib yashashi kerak deya shirin so'zlarni gapirib ko'p layk yig'masdan, ozgina layk bo'lsa ham haqiqatni gapirishga harakat qilamiz. Faqat mendan xafa bo'lib qolmaysizlar. Hurmatli Soliha singlim yoki Soliha opam, avvalambor baxtli bo'lib ketishga ko'zing yetgan insonga turmushga chiq. Turmush qurganingdan keyin nimadandir xato chiqib, ajrashib qaytib keldingmi? Bo'ldi. Hech bir yigitga toki uyingga sovchi yubormaguncha ishonma. Chunki ajrashgan qizlar bilan atnashiniya qiladigan yigitlarning 99% uylanish uchun gaplashmaydi. Ularning asosiy niyati bitta. Seni o'zi uchun tekin fohishaga aylantirish. Siz uylangan bo'larmidingiz degan savolga keladigan bo'lsak, yo'q. Bo'ydoq yigit savob uchun ajrashgan qizga uylanganligi yaxshimi yoki bokira qizga deya savol berilganda, bokira qizga uylanib, moddiy tomondan yaxshi bo'lsa, savob uchun otasi yo'q yetimlarga moddiy tomondan yordam qilgani yaxshi deb aytiladi. Xo'sh, o'z-o'zidan savol tug'iladi. Unda ajrashgan qizlar butun umr baxtsiz yashab o'tishga majburmi? Ushbu video 100 ta layk va 1000 ta kommentariy yiqqandan keyin ushbu savolga ham javob berishga harakat qilamiz. Rahmat kattakon.